Mana u qizga sevgi izhor qilsa bo'laveradi. Turmushga chiqmaganmisiz? Nechinchisiz? 2006. Nasib Aka nima deysiz? Mana shu qiz bilan turmush qurib olsam, Muslim aka, to'yga nima sovg'a qilasiz to'yini aka? Mahrga gelik. Aytadim mahrga gelik so'raydi, lekin ana tormozi qayda, gazi qayerda desa aytib berolmaydi deb gapirdi-ku. Ishonamay eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Yo eshitdim. Mahrga so'raydi. 2006da tug'ilgan kunimda 19 yosh deb qo'ydim-ku. Otasida yo'q velik. Bekxan aytib chiqdi-ku, mahrga so'raydi gelik, otasida yo'q velik deb. Yo'q. Ha, aytib chiqdi-yu. Nima qilamiz? Ikkimiz bir turmush quramizmi? O to'y. To'y. Piar qilmas, real, men piar qilmayman. Mana akalarim masjidda poli to'y po'ydi ko'taradi meni. Jannatim akalarim, qiblagohim, zukvorlarim. Efiringizda ko'tarisholmayapti-ku, to'yingizni qanday ko'taradi bular? Efirimni yondirishib yuboradi bular. Men kuniga 2000-3000 bang'ilab tashashadi, Xudoga shukr. Nima qilaylik? Siz rozi bo'lasizmi? Toshkentga boraymi? Qani bir keling ko'ramiz. Vaziyatdan kelib chiqib aytaman. Qanday? Va qanday vaziyat? Yo'q, battle o'ynaymiz, yutsiz davay. Yo'q. Qarang, yutkisiz 3 partiya o'ynaymiz, mana 3 partiya. Bu odamlarga ham qiziq bo'ladi. Meni ham taniydi, hamma taniydi, siz taniysiz meni. O'sha kuni men Instagramda ham e'lon beraman-da, battle o'ynaymiz, turmushga chiqmasligimni sizlarni qilasizlar, hayot mamot masalasi deyman-da. Davay, Musun tog'o, nima qilamiz? Ertaga bitta uyushtiramizmi, aka? Otalarimdan so'rab olay. Endi bilmadim, ha. Agar siz yutqizib qo'ysangizchi? Men yutkizib qo'yadigan bo'lsam, xohlagan istagingizni, yalashdan boshqa xohlagan istagingizni amalga oshiraman. Endi siz amalga oshira olarmikan, siz degan savol qilyapti-da. Amalga oshiraman. Amalga oshiraman. 3 partiya o'ynayman. Nima istak etasiz? Bo'ldi, oldin yutib ko'ring. Bitta premyerasini ayting-da, bitta premyerni bunaqa istagim bor deb ayting, men ham o'zimga ham bir solishtirib ko'raman-da. Lekin pul temanmasa. Pul temanmasmi? Nima istak? Aytaman, tamam, oldi yutib. Yo'q, hop bitta. Sizda ko'p ekan, bittasini ayting, bizga qiziq, bittasini ayting. Men aytdim sizga. Nima istak? Yo'q, Va ayting-da endi odam. Sizlar yozsin mana. Nima tilak tilayman? Qani yozib qo'ying. Yutuqsa nima qilishni xohlaysizlar akani? Men nima yo'q, o'zingizni ayting-da. Somsa deb yozibdi. Ha, u Istanbul tog'am shunaqa deb yozdi, hamma shunaqa deyapti. Endi somsa bo'ldimi laqabingiz? Ha, shunaqa deb yozishaveradi. Istanbul tog'am bor bilan shunaqa qilib yozadi. Istanbulda akam bor meni. Qarang, nima istak? Nima istak? Ha, bitta. Faqat ko'p sizda bilaman bittasi. Yozinglar qani? Yalashdan boshqa deb turibdi-ku. Nima deyapsizlar, ey? Ha, yalashdan boshqa. Men yutqizsam, men turmushga chiqaman, roziman. Kiyaka 5. Ha, yo'q, kiya kabi boshqa haqida. Ha. Oyog'ingizni o'psin. Tamam. Oyog'imni qilaman, o'pat, tamam. Tamammi, haymi? Rozimisiz? Nima endi men turmushga bo'y bosdim, qoddi-qomat bilan dushmanlarim ko'p mana bu. Demak, tupuraman oyoq kiyimimni ustiga o'pasiz shuni. Ya, unaqa bo'lmaydi. Borib chiroyliroq qo'ying-da u. Chiroyliroq qo'ying-da u, bilan u madaniyatga ham to'g'ri kelmaydi-yu. Yana hozir men sizga turmushga chiqishim hozir madaniyatga to'g'ri keladimi? Voy, endi bu minimal holat, конечно. Mayli. Просто oyog'imni o'ping, tamom.
Bo'pti, siz yutkizib qo'yadigan bo'lsangiz, qarang. Bo'ldi, turmushga chiqaman dedim, bo'ldi. Biz ikki kelishib olingan. Prosta siz yutqizsangizchi deyilgan savol ketdi. Siz yutqizsangizchi? Yo'q, men ham o'zgartiraman. Men bunaqa o'p-o'p. Yo'q, siz nimaga o'zgartirasiz? Yo'q, qarang. Qani Muslim akadan so'rang, qolib yutqizsa nima bo'lsin? Yo'q, Muslim akam hech narsa deyolmaydi. Agar yutkizib, bugun mana kechki o'yini, bugun necha man 6 o'yapti soat, ertalab 6 o'yapti. Kechga 9:00 da o'ynaymiz. Xolasi 3 partiya, xolasi 5 partiya, xolasi 3 partiya o'ynaymiz, 3 partiya. Agar yutkizib qo'ysam, siz o'sha aytganingizni qilaman. Agar siz yutkizib qo'yadigan bo'lsangiz, Farg'onaga kelib mendan bitta dastxat topib ketasiz. Men hozir Toshkentdan turib siz yoningizga dastxatga boramanmi? Bittagina ruchkada bunday qilishingizga. Men arzon odam emasman, qimmat odamman.